Dumbledore, shuncha vaqt davomida men buni siz uchun qilmayotganimni juda yaxshi bilardingiz. Orden uchun ham, bola uchun ham emas. Bu faqat u uchun edi. Har kuni uning ismi bilan uyg'onar va shuncha yillardan beri tinchlik bermayotgan aybdorlik hissi bilan uxlardim. Agar uni o'sha mash'um kunda qutqara olganimda-chi, hech bo'lmaganda o'g'lini qutqarishim mumkin deb o'ylardim. Ammo endi siz menga u shunchaki qurbon bo'lganini aytmoqdasiz. Men intilgan barcha narsalar sarob ekani haqida gapiryapsiz, Dumbledore. Siz bolani shuncha yillar davomida o'limga jo'natish uchungina tirik saqlaganmidingiz? Nahot bu sizni sindirmadi? Axir men sindim-ku. Bilasizmi nega? Chunki men bolaning ko'zlarida uni ko'rardim. Sizni emas, Potterni emas, balki Lilini ko'rardim. Jim turdim. Chidadim. Har safar bolani ko'rganimda bo'g'zimga tiqiladigan ko'z yoshlarimni tutib, so'ngiga qadar chidadim. Potterga bog'lanib qoldimmikan deb o'ylay boshladim. Yo'q. Men shunchaki Lilini sevardim va hali hanuz sevaman. Severus. Shuncha yildan keyin hamma doimo. Quyidagi ko'rganingiz sizga juda g'alati, noodatiy va hattoki kulgili bo'lib ko'ringan bo'lishi mumkin. Ammo bu sodir bo'lishi muqarrar bo'lgan voqelikdir. Biz jamoamiz bilan qo'limizdan kelgancha qora tanli professor Snape'ni vizuallashtirishga, ya'ni sun'iy intellekt yordamida gavdalantirishga harakat qilib ko'rdik. Ammo HBO tomonidan suratga olinadigan serialda tabiiyki qora tanli Severus Snape ancha sifatliroq va realistikroq bo'ladi. Biroq bir fakt o'zgarmas bo'lib qolaveradi. Ya'ni HBO suratga olayotgan yangi Harry Potter serialida Professor Snape darhaqiqat qora tanli bo'ladi. Yaqindagina bo'lajak Harry Potter serialida bosh rollarni ijro etadigan 6 nafar aktyorning nomzodi rasman tasdiqlandi va bu ro'yxat bu aktyorlarning ism shariflari internetda paydo bo'lishi bilanoq tabiiyki tarmoqlar olamida haqiqiy shov-shuvlar, bahslar va mulohazalar boshlandi. Tabiiyki bu bahs munozaralarga aynan nima sabab bo'lgani haqida biz yuqorida ta'kidlab o'tdik va siz o'zingiz ham buni yaxshi anglayapsiz, lekin bo'lajak serial qanday ko'rinishda bo'ladi? Harry Potter serialidan aynan nimalarni kutish kerak va adiba Joan Rowling yangi Harry Potter olamini ekranda gavdalantirishga qanday qilib rozilik berdi? Aynan mana shu savollarga bugun biz siz bilan birgalikda javob topishga harakat qilib ko'ramiz. Shunday ekan, sehrli tayoqchalaringizni hozirlang, chunki biz Hogwartsga, to'g'rirog'i yangi Hogwartsga yo'l olyapmiz. Joan Rowling o'zining Harry Potter olamidagi tasavvurlarni yangi avlodga yanada chuqurroq yetkazish istagida bo'ldi. Shu sababdan u HBO Max platformasi tomonidan ishlab chiqarilayotgan Harry Potterning serial formatidagi remake'iga rozilik berdi. Bu safar hikoya har bir kitob asosida alohida mavsum bo'lib suratga olinadi. Bu esa har bir detal va syujet chizig'ini ancha chuqur va sodiq tarzda ko'rsatish imkonini beradi. Filmlar turkumida ancha muncha detallar olib tashlanganligini bilsangiz kerak. Rowling bu serialga prodyuser sifatida bevosita jalb etiladi, ya'ni ijodiy nazorat uning qo'l ostida bo'ladi. Tabiiyki bu qaror muxlislar orasida har xil munosabatlarga sabab bo'ldi. Savol tug'iladi: nega HBO Max yana shu olamga qaytdi? Sabab oddiy. Harry Potter bu hali to'liq tugallanmagan brend.
U yillar o'tib ham tomoshabinni o'ziga jalb eta oladigan madaniy kodga aylangan hodisa. Bu degani bu olamdan yaxshigina pul ishlab olish ham mumkin. Ayniqsa Netflix platformasiga raqiblik qila olish koeffitsiyenti yuqori bo'lgan yagona platforma bo'lmish HBO Maxning loyihalari ham shunga yarasha gigant bo'lishi lozim. Bugungi texnologik va kinematografik imkoniyatlar bu olamni avvalgidan ham go'zallik va chuqurlik bilan qayta yaratishga imkon beradi. HBO Max bunga tayyor, chunki ular allaqachon The Last of Us, Ashdar xonadoni, Taxtlar o'yini va boshqa bir qator muhtasham loyihalar bilan yuqori darajadagi seriallarni ishlab chiqishda o'z nomini mustahkamlagan. Ularning yondashuvi vizual estetikani, ssenariy chuqurligini va aktyorlik mahoratini birlashtirishda yotadi. Premyera sanasi hali aniq tasdiqlanmagan bo'lsa-da, u 2026-yilning boshlariga kichik ekranlar yuzini ko'rishi rejalashtirilgan. Bu vaqt davomida ular mukammal ssenariy, professional aktyorlar tarkibi va kinematografik olam yaratishni maqsad qilishmoqda. Keling, endi tasdiqlangan aktyorlar tarkibini birma-bir ko'rib chiqsak. John Lithgow Dumbledore roliga tasdiqlandi. Bu aktyorni siz Interstellar filmidan Murphy'ning bobosi sifatida yaxshi taniysiz. John Arthur Lithgow amerikalik aktyor, yozuvchi va ovoz ustasidir. U kino, teatr va seriallarda o'ynagan murakkab xarakterlar, dramaturgiya, komediya va hattoki psixologik triller janrlaridagi rollari bilan tanilgan. U ko'plab mukofotlar sohibi. Emmy, Oltin Globus, Tony mukofotlari ham shular jumlasidandir. John Lithgow nafaqat aktyor, balki bolalar kitoblari bo'lmish ajoyib Farkle McBride va Mycaf bir muallifi hamdir. Uning Dumbledore roliga keladigan bo'lsak, menimcha aktyor yaxshigina ter to'kishiga to'g'ri keladi, chunki kitoblarda Dumbledore obrazi ajoyib ko'rsatilgan bo'lsa-da, filmdagi marhum aktyor Michael Gambonning ijrosi yanada muvaffaqiyatliroq bo'lgan. To'g'ri, Michael Gambon o'z fuqaroligidan kelib chiqib, bu rolga britancha joziba qo'shgan. Ammo men John Lithgow ham Dumbledore roli uchun Michael Gambonga yaxshi raqib bo'la olishiga ishonaman. Qolaversa, Joan Rowlingning bosh qahramonlardan birini amerikalik aktyor ijro etishiga rozilik bildirgani ham tahsinga sazovordir. Janet McTeer britaniyalik sahna va kino aktrisasi. Kino olamida u Tumbleweeds filmidagi ijrosi uchun Oscar nominatsiyasiga loyiq topilgan. Shuningdek, u Albert Nobbs filmida ham kuchli dramatik rol ijro etgan. U Yevropa kinosi va dramatik seriallarida ham faol qatnashib, Ozark serialidagi keskin va aqlli yuridik himoyachi sifatidagi roli bilan ham e'tibor qozongan. U o'zining baland bo'yli, salobatli qiyofasi, chuqur ovozi va obrazga yondashishidagi intellektual yondashuvi bilan ajralib turadi. McTeer har doim kuchli, qat'iyatli va ichki mojarolarga ega ayol obrazlarini qoyil maqom tarzda yaratadi. Aynan shuning uchun u sehrli, aqlli, lekin sirli ayol Minerva McGonagall roliga juda mos tushadi. Unda bu obrazga xos bo'lgan salobat, nazorat va mehr uyg'unligi mavjud. U ko'p hollarda sahnadagi tiniq ovozi va yuz ifodalari bilan auditoriyani sehrlab qo'yadi. Shu sababdan ham hech ikkilanmay McTeer bu rolga to'laqonli mos ekanini aytishimiz mumkin. Tan olish kerak, Quirrell kitoblarda ko'proq fojiaviy obraz hisoblanadi. U yovuzlikni tanlagan, lekin bu tanlov zaiflik,
qo'rquv va yolg'izlikdan kelib chiqqan. Kitobda uning murakkabligi, ichki kurashi va fojiasi ancha chuqur ochilgan. Original franshiza filmida esa u asosan tomoshabinga Voldemortning qaytishini tanishtirish uchun dramatik burilish vositasi sifatida ishlatilgan. Britaniyalik aktyor Luke Tellon ushbu rolga tanlangan bo'lib, u asosan teatr sahnasida va mustaqil filmlarda faoliyat yuritgan. Uning eng mashhur rollari bu Shekspir asarlaridagi murakkab, ichki ziddiyatli qahramonlarni talqin qilishdir. Tellon o'zining noaniq, ikkiyuzlamachi xarakterlarni yaratishdagi mahorati bilan rejissyorlar e'tiborini tortgan. Ayniqsa uning sokin, lekin xavfli muhit yaratish qobiliyati Quirinius Quirrell kabi ikkilamchi, lekin dramatik obrazlar uchun juda mos keladi. Paul Whitehouse britaniyalik komediyachi va aktyor. U turli eksentrik va xarakterli rollari bilan tanilgan. Agar u Argus Filch rolini o'ynasa, bu obrazga qiziqarli hazil, kinoya va sal noan'anaviy surat olib kirishi mumkin. Filch sehr qilish qobiliyatidan mahrum bo'lgan, ammo tartibni juda yaxshi ko'radigan qorovul bo'lib, Whitehousening mimikasi va sarkastik ovozi bu xarakterga yangi jon baxsh etadi nazarimda. Tomoshabin u orqali Filchning haqiqiy yolg'izligini, mag'lubiyat hissini chuqurroq sezgan bo'lardi. Nick Frost esa ko'plab Britan komediyalaridagi yumshoq va mehribon xarakterlar orqali tanilgan. Agar u Rubius Hagrid rolini o'ynasa, bu qahramon yanada quvnoq, hazilomuz va shu bilan birga yuragi katta bo'lgan yirik odam sifatida talqin etiladi. Tan olish kerak, original filmlarda Hagridni ochib berish uchun ekranda nihoyatda kam vaqt ajratilgan edi. Biroq serialda bunday muammo bo'lmasligiga aminman. Frostning do'stona va iliq kayfiyat beruvchi qiyofasi Hagridning bolalarga bo'lgan mehrini ta'sirli ifodalaydi. Bu ikki aktyor bilan ushbu obrazlar o'zining dramatik emas, balki ko'proq hayotiy va kulgili tomonlari bilan yodda qoladi. Shu orqali filmga yengilroq, ammo yurakka yaqin ruh bag'ishlaydi. Yana bir narsani qo'shimcha qilib ketish kerakki, aynan Filch va Hagrid rollariga tayinlangan aktyorlar bugungi kunda tomoshabinlar tomonidan eng iliq kutib olingan tanlov sifatida baholanmoqda. Tasdiqlangan aktyorlar ichida eng hayron qonarlisi bu tabiiyki Papa Essiedo. U Severus Snape rolini ijro etishi ma'lum bo'ldi. Bu tanlov ko'pchilik muxlislar orasida qiziqish bilan qarshi olinsa-da, katta tanqidlarga sabab bo'ldi. Papa Essiedo britaniyalik sahna va ekran aktyori bo'lib, u I May Destroy You serialidagi roli bilan keng tanilgan va BAFTA mukofotiga nomzod bo'lgan. Aktyorning dramatik chuqurlikni ifodalashdagi tajribasi Snape kabi ichki ziddiyatlarga boy obraz uchun ayni muddao hisoblanadi. Ammo muxlislarning ayrimlari Snape obrazining rasmiy talqini o'zgartirilganidan norozi. Ularning ta'kidlashicha, kitobda Snapening oq tanli yoki rangpar ekani haqida to'g'ridan-to'g'ri aytilmagan bo'lsa-da, u har doim Alan Rickman ijrosidagi ko'rinishda tasavvur qilinadi. Soddaroq qilib aytadigan bo'lsak, aynan Alan Rickman ijrosidagi Snape bugungi kunda muxlislar nazdida aynan kanonga xos bo'lgan Snape hisoblanadi. Shu sababli ba'zilarning fikricha irqiy o'zgarish obrazning asosiy mohiyatini buzadi. Boshqalar esa aksincha aktyor tanlovi obrazning ruhini, xarakterini emas, tashqi qobig'ini yangilash deb hisoblashmoqda. Tanlovni himoya qiluvchilar Essiedo Snapening sovuqqon, og'ir tabiatli, lekin yuragida katta sir yashiringan inson sifatidagi qiyofasini chuqurroq o'ynay olishiga ishonishadi. Zamonaviy kastingda esa turli irqiy vakillarni ishtirok ettirish esa inkluzivlik va ekranda vakillikni ta'minlash yo'lidagi muhim qadamlardan biri deb qaralmoqda. Biroq injiq tomoshabinlar ushbu tanlovga juda agressiv yondashishdi va Papa Essiedoning Twitter va Instagram sahifalarini xabarlarga to'ldirib, hatto unga
tahdidlar ham qilishmoqda. Shu jumladan internet foydalanuvchilari Harry Potter teleserialidagi Severus Snape rolini ijro etishi kutilayotgan aktyor Papa Isiedoga ijtimoiy tarmoqlarda ommaviy ravishda g'azabli izohlar yozishni boshladilar. Sen Snape'ni o'ynamaysan. Snape rolidan voz kech. Iltimos, Alan Rickmanga hurmat yuzasidan Snape'ni o'ynash taklifini rad et. Iltimos. Bu aktyorga kelayotgan xabarlarning bir qismi xolos. Hozirgi paytda Papaning ijtimoiy tarmoqlardagi profilida izohlar funksiyasi yopib qo'yildi. Mening fikrimcha, bu rolni har qanday aktyor olgan taqdirda ham u birinchi galda aynan Alan Rickman bilan solishtirilishi aniq edi va o'ylaymanki, hech bir aktyor tabiiyki Alan Rickman kabi muvaffaqiyatli bo'la olmaydi. Bu holat aslida faqat rang masalasi emas, balki madaniyatlar aro qarashlarning to'qnashuvi hamdir. G'arb kinosi hozirda klassik qahramonlar o'zgara oladimi degan savolni muhokama qilmoqda. Biz qaysi tarafda bo'lishimiz kerak degan savolga kelsak, har kimning o'z shaxsiy qarashi mavjud. Lekin eng muhim masala shuki, obrazning ruhi saqlanib qolsa, tashqi ko'rinishning yangilanishi qahramonni boyitishi ham mumkin. Ehtimol Snape'ning rangi emas, ichki azobi va murakkab qarorlar bilan yashashi uni chinakam yodda qoldiradigan xususiyatidir va agar Papa Isiedo buni chin yurakdan namoyon qila olsa, demak bu tanlov o'zini oqlaydi. G'arbda oxirgi 10-15 yil ichida madaniy siyosat tobora inklyuziv, ya'ni turli guruhlarni qamrab oluvchi yo'nalishga o'tyapti. Bu siyosatning asosi irqiy tenglik, gender va jinsiy orientatsiya bo'yicha tenglik va bundan tashqari vakillilik masalasi bo'lmish, har bir guruh o'zini ekranda ko'rishi kerak degan g'oyadir. Ya'ni kino, o'yin, reklama, kitoblar orqali barcha guruhlar o'zini jamiyatda teng his qilsin degan siyosiy va madaniy strategiya yuritilmoqda. Oldingi filmlarda ko'pincha faqat oq tanlilar qahramon edi. Bugungi kunda esa qora tanli Ariel, ba'zi teatr sahnalarida qora tanli Germiona, Oppog'oy filmidagi qizil tanli aktrisa va shunga o'xshash holatlar juda ham ko'p uchramoqda. Bu tabiiyki madaniy va tijoriy sabablarga bog'liq. Hamma o'zini qahramon sifatida ko'rsin degan qarash bu holatning madaniy jihatini ifodalaydi. Ayniqsa qora tanli osiyolik, lotin amerikalik bolalar uchun. Buning tijoriy sababi esa keng auditoriyani jalb qilish, global bozorga chiqishdir. Chunki tan olaylik, biz bu haqida bot gapiramiz. Kontentni iste'mol qilish demografiyasi tartibi tamoman o'zgargan. Aytish joizki, raqobat sharoitida bu katta rol o'ynaydi. LGBT qahramonlarning ko'payishi ham ayni madaniy inklyuzivlik siyosatining bir qismidir. To'g'ri, bu holat bizga haddan tashqari g'ayri insoniy ko'rinishi mumkin, biroq G'arbda insonning nafas olishi qay darajada tabiiy bo'lsa, bu holatga ham ana shunday tabiiy qaraladi. Bundan tashqari Sharqdagi davlatlar ham bu holatni asta-sekinlik bilan qabul qilyapti. Disney, Netflix, Marvel, DC kabi studiyalar biz jamiyatdagi barcha guruhlarni o'zimizda ko'rsatamiz degan siyosatni tutishmoqda. Bu studiyalar orasida reyting yoki konservativ bosim bo'lishiga qaramay, ular bu ishni ijtimoiy yondashuv va g'arb madaniy siyosatiga moslashish deb tushunishadi. Shuning uchun bu holatlar ko'pincha madaniy urushlar deb ataladi, ya'ni konservativ va liberal qarashlar to'qnashuvi. Demak, remake'lar orqali qahramonlarni o'zgartirish bu Amerikadagi madaniy siyosatning bir qismidir. Maqsad esa irqiy, gender va ijtimoiy guruhlarning o'zini ekranda ko'rish imkoniyatini yaratish, yangi auditoriyani jalb qilish va zamonaviylik ko'rinishini saqlab qolish deb izohlanadi. Papa Isiedoning Severus Snape roliga tanlanishi inklyuzivlik siyosatining amaliy ifodasi sifatida ko'rilmoqda. HBO Max vakillari bu orqali faqatgina yangi vizual yechim emas, balki har bir obrazga yangi psixologik yondashuv olib kirishni maqsad qilganligini ta'kidlashmoqda. Rowling esa bu tanlovni qo'llab-quvvatlagan, chunki u uchun obrazning ichki mohiyati
tashqi ko'rinishidan ancha ustun. Ushbu serial nafaqat nostalgiya uchun, balki yangi yondashuv, yangi dramatik tasvir va zamonaviy muammolarni o'z ichiga olgan kuchli ekran asari sifatida yaratilmoqda. Shuning uchun bu loyiha faqatgina eski hikoyaning takrorlanishi emas, bu kuchli qayta talqin, zamon ruhiga mos keladigan va har bir tomoshabinga yangi narsa bera oladigan hikoya bo'lishi kutilmoqda. Shu sababli bu serialdan katta narsa kutish nafaqat mumkin, balki zarurdir. Xullas shunaqa gaplar. Bir narsa aniq. Serial chiqqanidan keyin serialni yomonlayotganlar ham, serialni intizorlik bilan kutayotganlar ham, ashaddiy pottermanlar ham bu serialni 100% tomosha qilishadi. Ya'ni o'zining pozitsiyasidan va o'zining Harry Potter olamiga bo'lgan munosabatidan qat'iy nazar. Umuman olganda esa eski hikoyalarning yangi talqinda paydo bo'lishi bu shunchaki an'ana emas, chunki har bir davr uchun, har bir zamon uchun eski hikoyalarning qayta so'zlab berilgan talqini kerak bo'ladi va bugungi avlodga, misol uchun zoomerlarga Harry Potter olamining yangilangan grafika, yangilangan aktyorlar tarkibi bilan bo'lgan nusxasi nazarimda kerak bo'ladi. Shu joyda siz e'tiroz bildirishingiz mumkin. Bizga yangi Harry Potterning nima keragi bor? Axir bizda shedevr darajasidagi vaqt sinovidan o'tgan mumtoz Harry Potter franshizasi bor-ku deya. Lekin bir narsani tan olishimiz kerak. Bugungi avlodning didi va kino hamda seriallarga bo'lgan munosabati tamoman boshqacha. Qolaversa hech kim Gollywoodga ham, boshqa telekanallarga ham soqqa ishlashni va tijoriy maqsadlarni cheklab bergani yo'q. Demak, biz serialga imkon berishimiz kerak va serial chiqqandan so'ng uni siz bilan birgalikda tomosha qilishimiz kerak. Buguncha shular Susanbil ahli. Agarda video sizga ma'qul kelgan bo'lsa, unda sehrli layklaringizni va sehrli izohlaringizni ayamaysiz degan umiddaman. Navbatdagi olamlarda ko'rishguncha, Allohamora.